Dunyoda eng qimmat ovqatlar qanday ovqatlar ekanligini bilasizmi? Ular shu darajada qimmatki, hattoki Ilon Maskni ham qurbi yetmas ekan. 5-o'rinda yaponlarning mramor go'shti. U mramor go'sht uchun mollar maxsus boqiladi, yangi mevalar bilan oziqlantiriladi va hattoki har kun ular massaj oladi va bu go'shtning kilosi $1000 dan boshlanadi. O'rinda xuddi mana shunaqa kir joylardan topiladigan oq trufellar. Bularning qimmatligini siri faqatgina ularni maxsus boqilgan itlargina topa oladi va kilosi $3000 dan boshlanadi. 3-o'rinda shafran gulidan olinadigan mana shu qizil shafranlar. Bular ziravor sifatida juda ham mashhur va foydali. Nima uchun qimmat deb bo'lsangiz, har bittasi qo'l mehnati bilan teriladi va narxi kilosiga $5000 dan boshlanadi. 2-o'rinda bo'lsa turk asali turadi. 1800 metr chuqurlikda maxsus g'orlardan olinadi. Ajoyib ta'mga ega, narxi esa kilosiga $6000 dan boshlanadi. Dunyodagi eng qimmat yegulik esa mana shu alma ikrasi hisoblanadi va kilosi $25000 dan boshlanadi. Ma'lumotlar sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, profilimga obuna bo'lishni unutmang. Agarda siz uydagi oddiy ovqatlaringizni yeb turib, lekin sog'lom ortiqcha vazndan qutulmoqchi bo'lsangiz, izohlardagi mobil sonni yozib qoldiring.